قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist خىتاينىڭ dunyoviy hukmron bo'lish istikining ichki yuzi. 8-bob Xitoyning istiqborot ھەركەتلىرى. 2-qism. Jerry چۈنشىڭلىنىڭ xitoycha ismi Junchengli bo'lib, u CIAning Hong Kongda yashaydigan sobiq xodimi. Tekshiruvchilar uning Xitoy davlat bexatarlik ministrligining maxsus Hong Kongda xizmat qiladigan davlat mudofaa idorasi deyiladigan maxfiy tarmog'ining bir qancha xodimi tarafidan indakka keltirilganligini aytdi. Jerry Lee Hong Kongda tug'ilib, Havayda cho'ng bo'lgan Amerika puhrasi. U 1982 yildan 1986 yilgacha Amerika armiyasida turgan. 1992 yili Havay Tinch okean universitetining xalqaro savdo kasbida bakalavrlik unvonini, 1993 yili odam kuchi boyliqlarini boshqarish kasbida magistrlik unvonini olgan. 1994 yili Jerry Lee CIA'ga kirgan va mazkur organning maxfiy tarmog'ida xizmat qilishga boshlagan. Va bu jarayonda Vengriya shtatining Williamsburg atrofidagi CIA'ning dehqonchilik maydoni deb ataladigan mashq markazida maxfiy istiqborot to'plash hunarini o'rgangan. CIA'ning idora boshlig'i John Brennan Obama hukumati davrida bu idoraning harakat boshqarmasini siyosiylashtirmoqchi bo'lganga qadar bu dehqonchilik maydoni CIA'ning istiqborot xodimlarini tarbiyalash lageri bo'lib kelgan edi. Brennan ko'pinchisi siyosiy jihatdan erkin bo'lgan tahlilchilar va texniklar bilan istiqborot xodimlarini aralashtiradigan yangi sistema qurib chiqdi. Shundaqla idora xodimlarining dehqonchilik maydonida 2 haftalik kursga tizimlatibla kasbiy istiqborot xodimiga aylanishiga yo'l qo'ydi. CIA'ning harakat boshqarmasidagi an'anachilar bu ishdan nafratlandi va uni harakat boshqarmasining rolini suslashtiradigan va ojizlashtiradigan siyosiy jihatdagi ko'p xillik tadbiri deb qardi. Texmi chataq yeri shuki, tahlilchilarning ko'pinchisi jasus qabul qilish tajribasining oz yoki yo'q bo'lishiga qaramasdan punkt boshliqligiga tayinlandi. Jerry Lee 1999 yildan 2002 yilgacha Osiyodagi Tokyo qatorliq bir qancha joyga xizmatga avatilgan. 2000 yillarning beshida CIA'ning bosh shtabidagi Sharqi Osiyo bo'limida va Beyjingda xizmat qilgan. U 2007 yili bu idoradan ayrilgan va Hong Kongga ketgan. Ko'pincha chet el istiqborot organlariga o'xshamaydigani CIA o'zining sobiq maxfiy istiqborot amaldorlarining Xitoy yoki uning ta'sir doirasi ostidagi davlatlarga o'xshash dushman jasuslik organlarining ularni o'ziga xizmat qildirish uchun setib olish xavfi bo'lgan dushman axborot muhitlarida ishlashini cheklamaydi. 2000 yillarning o'ttirlariga kelganda Hong Kong Xitoy davlat bexatarlik ministrligi va Xitoy ozodlik armiyasining qarmog'idagi istiqborot organlarining barg'ansiri chekidan eshiyotgan jasuslik harakatlari uchun jasus to'playdigan asosli yerga aylangan. Jerry Lee o'zining ilgari Tokyodagi Yaponiya bexatarlik xodimlari bilan bo'lgan aloqasiga tayanib, 2007 yili Yaponiya xalqaroliq tamaki shirkati, ya'ni GTI'da bexatarlikka munosabatlik xizmatga tushgan. Mazkur shirkat uning ana shirkati GT guruhi 1999 yili
Reynolds şirketining Amerikaning sirtidagi tijoratlarini setib olgandan keyin qurilgan edi. Jerry Lee Xitayning Yaponiya xalqaroliq tamaki şirketining markasini qo'llanib, Xitoy va Chosenda saxta tamaki yasashiga qarshi xizmat qilgan edi. Ammo Jerry Lee bu shirkatlar bilan ziddiyatlashib qolgandan keyin shirkat 2009-yili uni xizmatdan bo'shatib etgan va 2010-yili FBI'ga bu haqda qattiq eskartish bergan. Bu shirkatning boshqaruvchilari Jerry Lee'ning Yaponiya tamaki shirkatida ishlashni bahona qilib, amaliyotda Xitoy istiqborat uchun ishlayotganligidan gumonlanganligini FBI'ga uqtirgan. Yaponiya xalqaroliq tamaki shirkatining sobiq ijroiya amaldori Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetiga mundaq dedi. Biz Jerry Lee shirkatimizda xizmatga tushgan birinchi yildala masala borligini bayqagan edik. Ayni vaqtda biz buni isbotlay olmagan bo'lsaqmi, uning bizning saxta tamaki yasash va atkazchilikka aloqador tekshirishlarimizning tafsilotlarini, jumladan bu jihatda G'arb qonun ijro qilish tarmoqlari bilan hamkorlashib elib berilgan va intayin pishib yetilgan tashkillik jinoyatchilar to'pini va Choshenni nishon qilgan harakatlarimizni Xitoyga oshkorlab qo'yganligidan gumonlangan edik. Jerry Lee Xitoyga shapi berib qo'yganligi uchun tamaki atkazchilikka qartilgan tekshirish suvga chilashgan. Ushbu ijroiya amaldori yana mundaq dedi. Tekshirishning bir qismi sifatida setib olingan bir qancha saxta malni Xitoy doiralari tortib oldi yoki allaqanday shaklda g'oyib bo'ldi. Bizning to'xtamliq tekshiruvchilarimizdan biri qo'lga ilinib, Xitoyda turmaga tashlandi. 2010-yili Yaponiya xalqaroliq tamaki shirkatining bexatarlik amaldorlari o'zlarining Jerry Lee va Xitoylar haqidagi gumonini FBI'ga uqtirdi. Ammo FBI buningga eranishmadi va shu sabablik bu deloning bo'lg'usi ziyinini cheklash fursati qo'ldan ketdi. Bu 1990-yillarning oxirida Clinton hukumati davrida boshlangan bir qator ichki islohotlardan keyin istiqboratga qarshi turish iqtidorini yo'qotib qo'ygan FBI'ning yana bir qatimliq josuslikqa qarshi turish mag'lubiyati edi. 2009-yili Yaponiya xalqaroliq tamaki shirkati Jerry Lee'ning to'xtamini bekor qilgan. Shuning bilan u 2010-yil 6-oyda Soda hamroyi va Hong Kongning sobiq saqchi amaldori Barry Ching-kam Lam bilan sheriklashib, FTM International deydigan shirkatni qurgan. Bu shirkatning birdan-bir maqsadi Xitoyning davlatlik tamaki maxsus setish idorasiga vakolatan chet el tamakilarini Xitoyga eksport qilish edi. 2011-yili 2-oyga kelganda Jerry Lee FTM shirkatining peyini Chingga o'tkazib bergan. Xitoy davlat bexatarlik ministerligining Amerikaga qochib ketgan sobiq amaldori Li Fengzhi mundaq dedi. Xitoy davlat bexatarlik ministerligining asosliq ikki vazifasi bor. Birinchi, Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini qo'g'dash, ikkinchi, Xitoyda va chet ellarda Xitoy fuqarolari va chet elliklarga qarata josuslik va josuslikqa qarshi harakat qilish. Xitoy davlat bexatarlik ministerligining faoliyatlarining 50%dan ko'pragi Xitoyda elib berildi. Li Fengzhi o'zi xizmat qilgan vaqtlarda Xitoy davlat bexatarlik ministerligining chet el istiqborat xodimlari va ularning Xitoydagi josuslarga qarshi shiddatlik istiqborat harakatlari bilan shug'ullanganligini, bu jarayonda qo'lga tushganlarning qilmishining ig'ir yenikligiga asosan turmaga tashlanadigan yoki o'ltirilganligini bilgan. U mundaq dedi.
Xitay Dövlət Bexatarlıq Ministerliyi nazorat qilishga nihoyatda moyir. Ular ham payloqchilar qo'shinini ishga soladi, ham elektronlik, videolik va ovozliq nazorat qiladi. Ularning bu jihatdagi tadbirlari yana chet el istiqborat amaldorlarini yoki ularning Xitoyda ishga selinayotgan chet el istiqborat organlariga sodiqdek ko'ringan bilan amaliyotda Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining josuslikqa qarshi turish xodimlarining kontrolligida bo'lgan josuslarni setib olib, qo'sh taraflik josuslikqa selishni o'z ichiga oladi. Amerika hali ham Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining kasbiy va kasbiy bo'lmagan istiqborat xodimlari ishga selingan josuslik harakatlarining asosliq nishonidir. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining josuslikqa qarshi turish tarmoqi bu ministerlikdagi eng chong organlarning biridir. Jerry Lee manga mundaq dedi. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi yana Xitoyning yuqori darajalik rahbarlarining yuqori darajalik faoliyatlarini tekshirishga qatnashyapti. Ular o'z ishlariga to'liq moyir. Jerry Lee CIA'dagi chig'ida sazgur istiqborat to'plash mashg'uloti va usullariga doir tafsilotlar bilan birga CIA'ning nurg'un xodimlarining kimligi va ularning odam to'plash kuch manbasining kimligiga erisha oladi. 2010 yil 4 ayning 26 kuni Jerry Lee Xitoyning Shenzhen shahriga berib, u yerda Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining Liang va Sang deb tonilgan 2 nafar istiqborat xodim bilan ko'rishgan. Bu uchalasi Guangdong talaffuzida so'zlashadi. Bir qatimliq uchrashishda bu 2 xodim Jerry Lee'ga o'zlarining uning CIA arqa ko'rinishidan xabari borligini, o'zlarining o'xshash kasbda, ya'ni josus ekanligini aytgan. Liang va Sang Jerry Lee'ga $100,000 naqd pul sungutgan va bu pulning uning Xitoy istiqborati bilan hamkorlashish badali ekanligini aytgan. Ular yana Jerry Lee'ning holidan bir umr xabar oladiganligi haqida va'da bergan. Shenzhendagi uchrashishdan 15 kun keyin Jerry Lee Hong Kongda CIA'ning bir xodimi bilan ko'rishib, uningga Liang bilan Sangning deganlarini so'zlab bergan-yu, ammo Xitoy istiqborat xodimlarining naqd puli va va'dasini tilga olmagan. 5 ayning 14 kuni Jerry Lee 17,468 Amerika dollari qimmatidagi Hong Kong dollarini bankaga qo'ygan. Bu 2013 yilning oxiriga qadar Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi tarafidan Jerry Lee'ga berilgan necha $100,000 tunjisi edi. Shu aydan keyin Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi Jerry Lee'ga bir yurish yozma talablarni avatgan. Bu talablar Jerry Lee'ning FTM shirkatidagi hamkorlashuvchisi Cheng tarafidan Lee'ga berilgan konvertlarga qo'yilgan. Talablarning ko'pinchisida CIA haqidagi sazgur uchurlar talab qilingan. Bo'libmi CIA Xitoy va boshqa joylarda qabul qilgan josuslar haqidagi uchurlar Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining josuslikqa qarshi turish harakatlari uchun to'liq qimmatli edi. Umuman qilib aytganda, Liang bilan Sang kam deganda 21 qatim uchur talab qilgan va bu xil talablar 2011-yilgacha davomlashgan. Li Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi uchun tuzib bergan hujjatlarning biri CIA'ning muayyan amaldorlari ishlatgan ba'zi o'rinlarning tunishtirilishi va ma'lum sazgur CIA harakatining o'rni qatorliqlarni o'z ichiga oladi. U yana Xitoy Davlat bexatarlik ministerligini CIA'ning Xitoydagi aslahalarining
тәкшілік xəritəsi bilan təminləyən. Casusluq fəaliyyəti jarayonida Jerry Lee İlxatda Çingdin Xitoydagi do'stlari bilan ko'rishmaganligini so'ragan. Ching buningga javoban Xitoydagi do'stlar texi telefon qilmadi. Sen do'stlardan biror gap angladingmi deb so'ragan. Ondan Jerry Lee javoban bu vaqtda hech qanday tadbir qo'llanmasaqli bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda men do'stlarimiz bilan aloqalashib turaman degan. 2012 yılı 3. ayının 8. günü Xitay Dövlət Bexatarlıq Ministerliği tapşırğan vəzifənin bir qismi sübtida Jerry Lee qaytadan CIA-ga işqə düşməkçi bo'lib, Vengriya şirketining Maklindagi baş shtabida ma'lum bir bexatarlik xodim bilan ko'rishgan. Uningdan o'tgan 2 yilda Xitoyga barmaganlik so'ralganda u yolg'on aytib barmadim degan. Bir aydan keyin Jerry Lee Xitoyning Guangzhou shahriga berib, Hong Kongga qaytishdan burun o'zining Xitoy Davlat bexatarlik ministerligidagi boshqarg'uvchilar bilan ko'rishgan. Mazkur jasuslik delosida 2012 yılı 8. ayda ko'rinarlik burilish ko'rilgan. Ayni vaqtda Jerry Lee Amerika İstihbaratga qarshi turish xizmat gruppasining ھەركەتلىرىنىڭ bir qismi sübtida CIA tarafidan Amerikaga aldab әкелінген. U Hong Kongdan Vengriya shtatining Fairfaxga kelish jarayonida Honoluluda bir necha kun turib qolgan. Jerry Lee Havayda turgan mezgilda CIA uningga qartilgan jasuslik delosidagi ma'lum bir halqiliq isbotni to'plagan. Bir guruh jasuslar FBI'ning jismoniy va elektronlik jihatdagi qattiq nazorati ostida Jerry Lee'ning mehmonxona yotig'ini maxfiy aqtirgan. Ularning bayqashlari jasuslikqa qarshi harakat atirtining Jerry Lee CIA'ning Xitoydagi jasuslarining yo'qotilishidagi sabab bo'lishi mumkin degan eng qo'rqinchli gumonini isbotladi. O Jerry Lee Xitoyga setilgan degan farazni texmi kuchaytdi. Jerry Lee'ning yuk taqisining ichiga qistirilgan 2 dona xotir daftarda qo'lda yezilgan xotirlar bor bo'lib, uningda Amerikaning Xitoydagi jasuslari bilan ko'rishish, mashg'ulot yig'in o'rni, telefon nomeri, qabul qilingan kishilar, jasuslarning haqiqiy ismi, niqoblash asliyalari to'g'risidagi tafsiliy uchurlar bor edi. Bu uchurlar keyincha sud hujjatlarida CIA'ning Xitoydagi jasuslik tori va aslalar to'g'risidagi maxfiy ham qat'iy maxfiy istihbarat uchurlari deyilgan. Izlash jarayonida tepilgan barmoq diskida yana Jerry Lee Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi uchun tuzib bergan CIA'ning Xitoydagi sazgur harakatlarga munosabatlik hujjatmi bor edi. 3-chi dalil isbot Liang bilan Sang ta'minlagan 2-chi telefon nomeri edi. Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining 2 amaldori CIA'ning sobiq ayol amaldori bilan ko'rishib, uningdan o'zi bilan birga ishlagan Xitoy jasuslar va o'zi ishlagan o'rinlar haqida so'raganda, allaqachon CIA va FBI xizmat guruhining gumonini qo'zg'agan Jerry Lee'ning Xitoy Davlat bexatarlik ministerligi bilan bo'lgan hamkorligi texmi buzilgan. Shundoq qilib, Jerry Lee CIA tarafidan qayta taklif qilinmadi. Shundaqla CIA o'zining uningdan xoin sifatida gumonlanayotganligini bildirishdan saqlanish uchun butun kuchi bilan tirishdi. Jerry Lee yana Xitoy Davlat bexatarlik ministerligining CIA'ning Xitoydagi jasuslik torini vayron qilib etganligini bilmaydi. Shundan keyin FBI'ning Jerry Lee'ni qo'lga olishga yana 5 yil vaqt ketdi.
Jasusluq delolarını tekshirish qiyin. Arz qilish texmi qiyin. Xizmat atirti Jerry Lee'ni nazorat qilib turish bilan bir vaqtda shu necha yilda uni sirtda yashab turishga qo'yib etdi. FBI uni davomli kuzatib tursaq, u bu jarayonda jasuslikqa qarshi harakat guruhini o'zining xoinligiga doir texmi ko'p isbotlar bilan ta'minlab qilishi mumkin degan umidda shundoq qilgan edi. 2019 yil 4-oyda Jerry Lee jasuslik jinoyatini iqror qilganda oshkorlangan paket bayoniga qaraganda u 2010-yili 4-oyning 15-kunidan 2018-yili 1-oyning 15-kunigacha Xitoy davlat bexatarlik ministrligini hujjat va istiqborat bilan ta'minlagan. Bayonotda mazkur vayron qilg'uch delo to'g'risidagi bir qancha savolga javob berildi. Masalan, Jerry Lee'ning Soda hamroyi Changning Xitoy davlat bexatarlik ministrligi bilan bog'lanishliq ekanligi. Shundaqla 2010-yil 4-oyda Xitoy davlat bexatarlik ministrligining 2 nafar amaldori bilan Jerry Lee'ning o'ttirsidagi tunji uchrashishni o'rinlashtirganligi ma'lum bo'ldi. Shenzhendagi ko'rishishda bu ikki xodim Jerry Lee'ga $100,000 naqd pul bergan. Pixsiqlikda sesiqnomi purkatgan. Pul xajlab jasus setib olishning o'rniga ideologiya jihati o'zi bilan mavqadash kommunistlarning va boshqa chet ellik sayohatchilarning o'z ideologiyasiga bo'lgan sadoqati sabablik o'zlari uchun haqsiz yoki tuvan haq ilib xizmat qilishini xohlaydigan Xitoy davlat bexatarlik ministrligiga o'xshash jasuslik tashkilotiga nisbatan bu to'limi ko'p pul edi. Andın yuqorida tilga ilingandak Xitoy davlat bexatarlik ministrligining xodimlari Jerry Lee'ga hamkorlik badaliga uning holidan umrvoyat xabar oladiganligini aytgan. Shenzhendagi ko'rishishdan bir oz vaqt o'tgandan keyin CIA'ning Xitoyda qabul qilgan qimmatlik jasuslari keng ko'lamda o'lishga boshladi. Shundaqla jasuslikqa qarshi turish xodimlari buning Jerry Lee'ning xoinligining natijasi ekanligini jazmlashtirdi. Taftish amaldorlari Jerry Lee'ning jinoyatini e'tirof qilish kelishimini e'lon qilganda CIA'ning Xitoyda yo'qotilgan jasuslarini tilga olmadi. Amerikaning Virginia shtatining sharqi rayonining taftish amaldori G. Zachary Terwilliger Jerry Lee'ga o'xshash Amerika hukumatining eng xufiyona maxfiyatliklari havola qilingan Amerikaliklarning bu maxfiy uchurlarni qo'g'dashda g'oyat zo'r mas'uliyati bor dedi. Terwilliger bayonotida mundaq dedi. Jerry Lee bu mas'uliyatni qabul qilib, o'z vatanining davlat mudofaa uchurlarini oshkorlamaslik va'dasiga vafo qilishning o'rniga davlatini setivatdi. Chet el hukumati uchun jasuslik qildi. Ondan uning qilmishi haqida tekshiruvchilarga ko'p qatim yolg'on aytdi. Bu ayblash elimizning maxfiyatligiga ziyon soladigan va davlatimizning omonatiga xiyonat qiladigan boshqalar uchunmi ogohlantirish bo'lishi kerak. CIA'ning Xitoydagi jasuslari aloqa uzilib qolish sababidan o'ldirilgan yoki turmaga tashlangan deb qaraydiganlar Jerry Lee'ning jasusligi Xitoy davlat bexatarlik ministrligining jasuslikqa qarshi turish tarmoqining Amerika jasuslik to'rini vayron qilish suratini tushuntirib berolmaydi deb qaragan. Aksicha bu xil qarashdagi jasuslikqa qarshi turish xodimlari, ya'ni CIA'ning yangi jasuslar bilan aloqalashishda ishlatiladigan internet aloqa sistemasi, peshqadam jasuslar bilan aloqalashish uchun ishlatiladigan darjadan tashqari bexatar bo'lgan asosiy sistemaga nomuvofiq holda bog'lanib qolgan deb qaraydi.
Xitoydagi jasusluq tori uchun ishiltiladigan ayrim va texmi bexatar asosliq sistema bir xotir kompyuter va ustal kompyuteri programmasiga chetiladi. Gerçi bexatarlikni ko'zda tutib, har ikki sistemani ayirib o'tish kerak bo'lsa-mu, ammo yangi jasuslarning aloqa sistemasi asosliq aloqa toridan tal-to'kis ayirib o'tilmagan. Tashqi siyosat jurnali bilan qilgan suhbatida bu buzg'unchilik haqida to'xtalgan bir sobiq amaldorning so'ziga ko'ra, CIA bu ikki sistema orasidagi mudofaa temini yaxshi bino qila olmag'achqa, qisqa muddatlik sistemaga kiralganlar yana bir asosliq sistemaga kiralaydigan bo'lib qolgan. Xitoylar dal shundoq qildi. Xitoy istiqborat doiralari yangi jasuslarga ishiltiladigan sistemaga kirgandan keyin peshqadam jasuslarga ishiltiladigan favqulodda sazgur jasusluq aloqa toriga suqunib kirgan. Xitoyda ishiltilgan va u yerdagi jasuslarning yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan sistema O'rta Sharqdan import qilingan bo'lib, u bexatarlik doiralari tarafidan urush rayonlarida ishiltilgan. Bu sistema murakkab Xitoy davlat bexatarlik ministrligining jasuslikqa qarshi turish tarmoqining hujumlariga bardoshlik berarligidek qilib loyihalanmagan edi. Sobiq havo armiyasining jasuslikqa qarshi turish xodimi ham havo armiyasi ham istiqborat o'ttigarlik shirkati Buz Allen Hamilton uchun ishilgan va jasusluq aloqa programmalarini tuzgan Monika Witt ushbu O'rta Sharq sistemasini maqtab ko'kka uchirgan edi. Witt keyin islom dinini qabul qilib 2013-yili Eronga qochib ideologiyalik yuz o'rgichiga aylangan. Amerika jasuslikqa qarshi turish atirdikilarning yana bir farzi shuki, Xitoylar jasuslik sohasida mayatnik iborasi bilan tonilgan bir usulni ishlatgan. Bu xil usulda istiqborat yoki bexatarlik amaldorlari CIA'ni istiqborat bilan ta'minlagan qiyofatga kirib oladi. Amaliyotda u Xitoy davlat bexatarlik ministrligiga sodiq, ondan bu amaldor yangi jasuslarning xabarlashish kanali bilan ta'minlanadi. Xitoy davlat bexatarlik ministrligi bu ulanishga erishgandan keyinla texmi bexatar sistemaga kiralaydi. Jasuslarning xabarlashish kanalini vayron qilish harakati Xitoy davlat bexatarlik ministrligini va texnik jihatda texmi ilg'or bo'lgan tor va elektronlik istiqborat organi 3-boshqarma, ya'ni 3PLA ni o'z ichiga olgan alohida xizmat guruhining bir qismi edi. Xitoy davlat bexatarlik ministrligi Jerili ta'minlagan jasuslarga aloqador materiallarga tayanib va CIA'ning xabarlashish sistemaga bo'sib kirib, CIA'ning Xitoydagi jasuslik torini butunlay vayron qila olgan. Ular CIA'ga yolg'on va ozdirg'uchi uchurlarni berishdan va fursat kutishdan zerikmagan. Aksicha, ular CIA'ning Xitoydagi qabul qilingan barliq jasuslarni biraqli ko'zdan yo'qotib, jasuslarning qandaq ziyonkashlikka uchraganligi haqida CIA tarafidan tekshirish boshlanish xatiriga tavakkul qilgan. Jasuslar ko'zdan yo'qotilsalar, Xitoy boshqa ishlarga parvo qilmaydi. Ular amaliyotda shunday qildi. Xitoydagi qabul qilingan taxminan 30 nafar jasus ichida kam deganda 3 kishi o'ldirilgan. Buning ichida birsi Xitoyning hukumat binosining hovlisida xizmatdoshlarining oldidilla beshiga bir poy o'q etilib o'ldirib etilgan. Va shu orqali naq maydondagi boshqalarga Amerika istiqborat doiralari uchun ishlamaslik haqida ochiq-oshkora ogohlantirish berilgan.
CIA'nىڭ chet ellardagi jasusluq tori uzun yillardan buyon strategiyalik istiqborat yetakchiligi ostida faoliyat qilayotgan CIA'nىڭ xodimlari tarafidan ming bir jafoda taraqqiy qildirilgan. Shundaqla buning soyasida CIA Amerikadagi 17 istiqborat organining insoniy istiqborat to'plash jihatdagi vazifa direktoriga aylangan edi. Мәзкур buzg'unchilik xodimlarni boshqarish ishxonasi ziyni intayin ig'ir bo'lgan texnikalik suqunib kirish hujumiga uchrashdan ilgari yuz bergan bo'lib, ya'ni 3-bobga qarang. Bu ishxonaning materiallari Amerika istiqborat amaldorlarining xotirlarini va maxfiy uchurlarga erishish jihatdagi bexatarlik ijozatini davomlashtirishda zarur bo'lgan. Her 5 yılda bir qatim to'ldiriladigan xususiy uchur jadvallarini o'z ichiga oladi. Yana CIA'ning texnikalik istiqborat to'plash jihatdagi eng qimmatli hujjatlarimi o'g'irlandi va 2017-yili maxfiyatlik oshkorlash tor bekiti WikiLeaks'da e'lon qilindi. Torda oshkorlangan mazkur Volt 7 hujjatida CIA'ning Vengriyadagi tor istiqborat markazidan o'g'irlangan intayin sazgur hakkerlik qurollarimi bor edi. CIA'ning jasuslikqa qarshi turish bo'limining sobiq mudiri Kelton mundaq dedi. So'nzining dushmanga oid bilimlarga faqat boshqalardan erishgili bo'ladi degan o'gitini bugungi tatbiqlash to'g'ri muhtoj. Xitoy Xalq Jumhuriyati hozir umumyuzlik istiqborat faoliyatlari orqali Amerikaga maxfiy hujum qo'zg'adi. Bizga zo'r ziyon solgan hukumat, savdo va sanoat sohalaridagi sazgur maxfiyatliklarni o'g'irlashni o'z ichiga olgan bu harakat jarayonida Amerika hukumati va xususiy tashkilotlarga qarata sonsiz tor hujumi qo'zg'algan bo'lib, buni asosliqi Xitoy ozodlik armiyasining 3-boshqarmasi 3PLA qilgan. Xitoy istiqborat doiralari tor hujumlari bilan birga texmi ko'p an'anaviy istiqborat harakatlarini ishga solib, Amerikaga kelgan qonunliq Xitoy sayohatchilar va ziyoratchilarga uchur to'platqizib. Shundaqla hukumat, sanoat va savdo sohalaridagi maxfiyatliklarga erisha oladigan amerikaliklarni setib olib, o'zi uchun josuslikqa selishga urinyapti. Keltonning aytishicha, 2010-yillarning oxiriga borganda, ya'ni Beijing texmi ehtiyotchan usullarni ishlatishdan voz kechib, maxfiyatliklarni o'g'irlash va jasus qabul qilish jihatlarda texmi dodil usullarni qo'llanishga boshlaganda, Xitoyning istiqborat harakatlari ondan tegishlik diqqat e'tiborga noil bo'lgan. Amerikaning davlatlik tajribaxonalariga suqunib kirish Xitoy uchun bir ne'mat bo'ldi. Xitoy istiqborat doiralari Amerika davlat tajribaxonlarini nishonlashda utuq qozondi va buning sharofitida Xitoy Xalq Jumhuriyati oz deganda Amerikaning 6 dona yadro qurol loyihasini qo'lga tushirdi. Buning ichida hammadan bak kishining diqqatini tortadigan Trident nomliq, ya'ni suv osti parxodidan qo'yib beriladigan, boshqariladigan bombada ishlatilgan V88 tiplik o'q beshidir, dedi Kelton. U Xitoyning yadro jasusligini Sovet ittifoqining, ya'ni Amerikaning Manhattan projektiga suqunib kirib, Amerikaning atom maxfiyatligini o'g'irlashi bilan natijalangan enormous harakati bilan selishtirdi. U yana mundaq dedi: Xitoyning Amerikaning yadro quroli loyihasini o'g'irlashi Amerikaning yadro qurol sistemasining nisbiy ojizlashishi va Xitoyning hujum mudofaa iqtidorining kuchayishi bilan natijalandi.
Yuqurdımı tilg'i ilinganidek 2010 yılı Xitayda yüz bergen İstihbarat apati Amerikaning insoniy istihbarat qabul qilish sistemasining tunji qatim buzilishi va vayron qilinishi emas. Amaliyotda Amerika istihbarat organlarining jasus qabul qilish programmalari bo'libmi CIAning chet ellarda va FBIning davlat ichida jasus qabul qilish programmalari oldingi asrning 70-yillardan boshlabla barbod holatda edi. CIAning rahbarlik qatlamidagilar huquq talashib put tepish natijasida CIAning jasuslikqa qarshi turish iqtidori qattiq ojizlashgan. Bu idoraning afsonaviy jasuslikqa qarshi turish ustasi James Jesus Anglestonning 1987 yili vafot bo'lishidan bir qancha yil ilgari menga aytib berishicha, Angletonning CIA'dagi huquq raqobatchisi William Colby uning CIA'ning Sovet ittifoqiga va uning sun'iy hamroh kuchlariga qarshi turishdagi asosliq roli sifatida strategiyalik jasuslikqa qarshi turish planini yo'lga qo'yishiga to'sqinlik qilgan. Angleton Sovet ittifoqidagi oliy huquqning Sovet kompartiyasining qo'lida emasligiga qat'iy ishonadi. Uningga ko'ra, Sovet Davlat bexatarlik komiteti sesiq nomi purkatgan siyosiy saqchi tashkiloti KGB va bexatarlik organlari Sovet ittifoqidagi oliy kuchning sohiblari edi. Angleton CIA'ning jasuslikqa qarshi turish bo'limining boshlig'i bo'lish sifati bilan ya o'zining CIA'ning idora boshlig'iligiga tayinlanishini yoki o'zining jasuslikqa qarshi turish bo'limidagi yaqin sabdoshlaridan birarsining CIA'ning bosh shtabidagi yuqori o'ringa tayinlanishini umid qilgan. Ammo u pensiyaga chiqishga majbur bo'ldi. Shu vaqtdan boshlab mazkur organning jasuslikqa qarshi turish tirishchanligi tuvallab, CIA shuningdan boshlab to'xtamay zarbaga uchraydigan holga tushib qoldi. Oldingi asrning 70-yillarida Angleton o'ttirg'i qo'ygan chet el istihbarat organlariga suqunib kirish va ularning harakatlariga qarshilik tug'dirish orqali hujum qilish tashabbusini ijro qilish to'limi ta'xirsiz edi. Xitoy kommunistik sistemasining asosliq to'rikiga Jamoat xavfsizligi ministrligi, Davlat bexatarlik ministrligi va Xitoy ozodlik armiyasining nurg'un istihbarat funksiyalarini ustiga olgan yangi strategiyalik qo'llash kuchlariga qarshi mustaqil yangi strategiyalik jasuslikqa qarshi organ ta'sis qilinishi kerak edi. Amerika yuqorida tilga ilingan bu tashkilotlarni faollashtirish orqali yer shariga xo'ja bo'lishni va Amerikani vayron qilishni maqsad qilgan Xitoy kompartiyasi ilib kelgan tahdidni pasaytirdi. Kelton Xitoy Amerikaga ilib keladigan ziyonning qimmatlik texnika yoki boshqa maxfiyatliklarni yo'qotish bilan cheklanmaydiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Bu, ya'ni Xitoyning Amerikaga qarshi harakatlari Amerikaga yordam qilish uchun barcha xatarga tavakkul qilgan qahramonlarning jiniga zomin bo'ladi. Xitoylar an'anaviy insoniy istihbarat bilan to'r elementlarini o'z ichiga olgan aralashma istihbarat hujumi strategiyasini yo'lga qo'ydi. Kelton yana mundaq dedi: Bu davlatimizga ziyon soldi. Bu ziyon Xitoyning iqtisodiy jasuslikqa keltirib chiqargan ro'shan zo'r ziyondanmi eshib ketdi. Davlatimizga xiyonat qilganlik uchun qo'lga ilingan shu amerikaliklarning ba'zilarining ayblash hujjatida ko'rsatilgandek ularning Beijingni maxfiy istihbarat bilan ta'minlashi biz bilan hamkorlashib razil zolim Xitoy xalq Cumhuriyetining hokimiyatiga qarshi turgan Xitoylarning o'lishi bilan natijalandi. Ular erkinlik uchun kurash qilgan qahramonlar edi va hali ham shundoq. Davomi bor.